mening qasrlarim juda ko'p. Bu yerda mazza qilib yashayman. Voy, mening ham shunday qasrim bo'lsa edi. Shunday qasring bo'lishini xohlaysanmi? Ha? Yer birga qasr quramiz. Rostdanmi? Albatta. Kimki Ixlos surasini oxirigacha 10 marta o'qisa, Alloh taolo unga jannatdan bir qasr quradi. O'g'lim, birgalikda jannatda qasr quramizmi? Ha? Unda o'qishni boshladik. Bu birinchisi. Bismillahirrohmanirrohim. Qul huvallohu ahad. Allohus somad. Lam yalid va lam yulad va lam yakul lahu kufuvan ahad. Mashalloh. Endi men aytaman. To'xtang oyijon, siz aytmang. Nega? Chunki siz men bilan jannatdagi qasrimda birga yashaysiz. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam aytadilar: Mo'min odamning Allohdan taqvo qilishni hosil qilgandan keyin erishgan narsasining eng yaxshisi soliha ayoldir.